Ya, ne kampanyadan geliyorum. Allah'ım sizler. Amin. Tinch bo'lgan, sog' bo'lgan, tuzalib ketgan, yana shunday bo'lib. Ben senden rol kılıp niyet kılabilir. Ha yok ben. Amin. Menga bergan odamlarni qo'li ham bo'lmasin, topganingizga baraka bersin. Mayli, dorim yesam, tanjoning sog' bo'lsin. Amin. Bo'pti, hozir. Bas bo'lsa ham ko'p o'rnida ko'rasiz. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Sizmisiz? Ha, aşık. Ozgina eksonimiz bor, opa duo qilib berasiz. Ishinglarga rivoj bersin. Allohim necha qo'llab Aytganingiz kelsa opa, sizlar borini yaxshi qo'ying. Alloh shifo bersin. bergan. Niyatlar bo'lsin, niyatlar ijobat bo'lsin. Borini yaxshi bersin. Bo'pti, sabay yaxshi bo'lib qoling, sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Kuzatasiz? Assalomu alaykum. Opa, yaxshimisiz? Qaraysiz? O'zingizsiz, sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshi. Boshladik endi. Opa duo qilib berasiz. Ilgari bo'lsin, marhamat bo'lsin. Yaxshi bo'ling opa, sog' bo'ling. Yaxshi bo'ling, tinch bo'ling. Nechinchi dars? O'ynayapsizlar, bu iterlarga. А, ничего, ничего страшного. Это от гильдии Золотого Орла, это работа есть, фирма такая. Вот. Пожертвования, может, малообеспеченным людям, кто затрудняется, кто один живет. Что так доброе такое? Гильдия Золотого Орла. Пожертвования делает компания малообеспеченным людям, кто один живет, кто затрудняется, кто болеет, инвалидам, кому тяжело, кому денег не хватает на жизнь. Вот так немножечко вот помогают такими. Вот немного, по чуть-чуть на продукты дают. Я людей прошу. Вы же вот одна живете. Мне лепешку купите, вот девочка скажет. Ну хорошо, у вас соседи хорошие, помогают вам. Может быть, правильно. Да, правильно. Я тоже не знаю еще. Мне уже 90. Ну, долгих лет вам жизни. Я так не могу. Мне было плохого, чтобы было все хорошо, чтобы кончились войны, чтобы люди не плакали. Чтобы жили мы, чтобы этот кусочек хлеба был. У меня нету, вы принеси, спасибо. И вам долгих лет жизни не болеть. Здорово. Будьте здоровы. Mana qo'y aksiya bo'lyapti. Mana aksiya bilan biz kelib odamlar ehson qilamiz. Ehsonni ibodat bo'lsa bitta duo qilsak ham Zalato Aryolda. Allohim boshlagan ishlaringlar xayrli bo'lsin. Barakotli bo'lsin. Kompaniyalar prezidentiga ham rahmat katta. Bundan ham ziyoda bo'lsin.
Bundan keyingi ishlaringlar shunaqa rivojlanib ketsin. Yana kelganinglarda umralarga, hajlarga boring deb to'pkalar olib kelish nasib. Aytganimiz Xudo xolasa ular ham. Sizlar ham bolalaringlarni rohatini ko'ringlar, hamisha qo'shganinglar bilan qo'sha qarib, chiroyli hayotlar nasib qilsin. To'kin sotin bo'lsin dasturxoninglar. Bugun tug'ilgan kunidadanmi? Bog' bo'lib ketdi yerda ilon bola bo'lib ketib, yaxshi bo'lib ketdi ilon. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum xo'jaya. Yaxshimisiz? Umringiz uzoq bo'lsin, iloyim. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Aya yaxshimisiz? Assalomu alaykum. O'tiribsizlar, tuzingmisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? O'tiribsizlarmi? Uyinglar yaxshimi hammasi? Ha, yaxshi, tinchlik. Bo'ldi, xola, mayli. Sog' bo'ling, tinch bo'ling, xola. Yaxshi bo'ling, sog' bo'ling. Aka, hadi gel. Anvar, Nasib ketdi qolamiz. Aka, biz bitta ishni boshlasak shunaqa boshlaymiz. Bermanglar. Amin ya Rabbi. Ana bizim bu dostlarımız tekrar bularda ömrü sularga Allohdan keldi. Anjomdan saqlasın. Amin. İşlerga rivoj, kasb-korlarga baraka bergin. Mana yangi firma ish boshlabdi. Bu firmani ishlarga rivoj bergin. Zalata Arion firmasi ekan. Bu firmani bardavom qilgin Parvardigor. Hamisha topganlarga baraka bergin. Ishlarga rivoj bergin. Uzoq yillar shunaqangi ellikka xizmat qiladigan ehsonotlar Allohdan qilgin. Bulardan hammalarini o'zing hifz-himoyatda saqlagin. Har xil balo qazolardan, ofatlardan, hamisha Parvardigor bu qilayotgan ehsonlarni qiyomatda boshlarga soygan. Allohumma solli va sallim va barik.